Tak, bolalar o'zini davrida zo'r bo'lgan Kevin Levronning ko'krak va biceps uchun programmasini bajarib ko'raman. Birinchi bo'lib klassik jimdan boshladim. Maksimal ko'targan vesim 130 kg bo'ldi. Lekin yaxshigina chirandim shu ves ko'tarish uchun. Ikkinchi mashqimiz superset. Eng qiynagan mani mashqlardan bittasi bu bittada ikkita mashq bajarish, ya'ni jim trenajyorda va krossoverda bajardim. Ko'kragiga nerealniy pamp berdi lekin. Ikkinchi mashq bo'lsa naklon skameyga ko'krak tepasiga bajardim, chunki ko'pchilikda ko'krak tepa qismi slabiy bo'lgani uchun shu mashqni sizlarga tavsiya beraman. Maksimal ko'targan vesim 100 kg bo'ldi. Biceps uchun zigzag shtangada zgibaniya qildim. Qon tomiri kengaytirishda zo'r pamp beradi agar faqat to'g'ri texnikada bajarsanglar. Ikkinchi mashqimiz esa turgan holda gantelli zgibaniya qilamiz. Bitta-bittadan har bitta qo'lga 15 ta 20 ta maksimalniy o'rta ves bilan pumpga ishlaymiz. Mana ko'krak va bitsepsni maksimal qonga to'ldirdik. Aniq aytaman, bu programma menga yoqdi, sizlarga ham tavsiya beraman. Xuddi shu tartibda, xuddi shu ketma-ket bajarib va o'z fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar.